Ustav kapitali shakllanmasa, u holda daraxtingizning mevasini yeyolmaysiz. GE23 degan korxona ochildi. Hamma daromaddan xarajatni ayirib tashlaganimizdan keyin bizlarda shu 1 milliard toza sof foydamiz qoldi. Shu foydani olishimiz mumkinmi? Bemalol mumkin. Hech qanaqa e'tirozimiz yo'q, lekin bir narsaga e'tibor bering. Birinchidan, sizning boyagi ustav kapitalingiz 50 million shakllanib bo'lganmi? Ha, 100% shakllangan degan bo'lsa agar, u holda olishimiz mumkin. Agar ustav kapitali hech bo'lmasa 1 tiyinga hali shakllanmagan bo'lsa, hammasi 50 million minus 1 tiyin bo'lib turgan bo'lsa agar, o'sha 1 tiyinni hali kiritmagunizcha 1 milliard pulni ola olmaysiz. Azamat 5 million kiritishi kerak edi. 45 million kiritilgan. Azamat 5 millionni hali kiritgani yo'q. Azamat aytayapti-ku, Azamatning ulushi bor-ku, 10%. 1 milliardning 10% qancha bo'ladi? 100 million bo'ladimi? Aytayapti-ki, 100 millionning pulni dividend qilib to'langlar, deyapti. Keyin o'shaning ichidan 5 millionni men ulushimni olib qolib, o'sha qarz yopamiz deyapti. Mumkinmi? Mumkin emas. Avval ustav kapitali shakllanishi kerak. Ustav kapitali shakllanmasa, u holda daraxtingizning mevasini yeyolmaysiz.